Mijozni og'riqli nuqtasini bilib olmaguningizgacha hech qachon ma'lumot bermang. Siz berayotgan ma'lumotlar faqat teskari ishlashda boshlaydi agar mijozingizni og'riqli nuqtasini bilmasangiz. Qarang. Oilada bir momentlar bo'lib qoladi, biror bir narsani undirib olishlik momenti bo'ladi turmush o'rtog'ida. Undirib olishingizga sabab bo'ladigan eng asosiy narsa nima bo'ladi? Uning problemasi bo'ladi. O'sha nuqta sirini bilasizda. Erkak kishi bilan ayol kishi urushib qolsa, erkak kishi kechirmas ekan, unutib yuborar ekan, lekin ayol kishi kechirar ekan, unutmas ekan hech ham. Bir kun ishlatar ekan. Tarmoqda prezentatsiya o'tayotgan odam o'zini tanitishdan ko'ra mijozni tanib olishligi muhimroq. Mijozingizni tanimasdan turib hech qaysi narsangizni tavsiya qilmang. Chunki menga nima kerakligini qattan bilasiz.